Biz Oqqo'rg'on bozorga bordik. Iltimos like bosib obuna bo'lib qo'ying. Biz ertalab 7-8 larda kelgandik. Odam ko'p edi va narxlar ham o'ziga yarasha katta edi. Umuman tushirib bo'lmadi hech kimni, faqat 3 tagina kurkacha oldik. Endi uni katta qilamizda, uni ham qo'yishim mumkin. Shu 5 ta o'rdeni juda arzon narxga olishdi. Menimcha shu 5alasini ham 100 mingdan olib ketishdi. Bir xil narsalarda, bir xil parandalarda narx juda arzon, bir xillarda juda qimmat. Kommentariyada so'rasanglar, qaysinisi nech pulligini yozib qo'yaman.